Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalambor hammalaringizga xush kelibsiniz deyman. Mana do'stlar, Afg'onistonda supurgilarni to'qib yetkazib qo'yibdi akaxonlarimiz. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu supurgilar bozorga ketadi, bozorda savdo qilinadi. O'sha yoqdan qaysi davlatga bo'lsa, o'sha yoqdan zakaz qilsalar, supurgilarni jo'natiladi. Mana bu yoqda qancha 6 xonali supurgi to'qib qo'yibdilar. Bu Afg'onistonning o'z ichida olinadi bunday supurgilar. Ko'planch. Mana bu esa rangi ko'k. Bunisi qizil. Mana do'stlar, bu esa 3 xonali ekan. Mana shu yoqdan to'qib yetkazib berar ekanlar. Do'stlar, supurgiga birdan ko'zim tushdi. O'shaning uchun bitta video olay dedim. Videom shundan iborat edi do'stlar. Videom sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang do'stlar.